Assalomu alaykum hammaga. Biz yangi Qo'rg'ondagi obyektimizga kelganmiz. Bu obyektimizga mana darvozalar o'rnab, travertenlari bo'pti. 5-6 oy oldin tugatib yakunlab bu joydan chiqib ketgandi. Hozir yana syomka qilgan keldi. Xudo xolasa chiroyli sizlarga obzor qilib, ma'lumotlarni berib, obzor qilib beraman. Yo'qsa bitta like bosib qo'yasizlar ishimiz yo'qsa. Darvoza ham lekin alohida tema bo'pti. Yana bir bor assalomu alaykum hammaga. Darvozaga bitta baho berib qo'yinglar. Hovlimiz juda ham o'zgacha bo'lib chiqibdi. Biz bu joyda ishlatganimizda darvozalar yo'q edi, qumsoq holatda edi. Bu joyga mana ko'chaning o'ziga 40 metr uzunligi 7 ta vodostok o'rnatib berganmiz, tunkafonlarni qilib berganmiz. Latogi mokriy, mana darvoza ham mokriy bo'libdi, eshik derazalar mokriy bo'libdi. Patolog devorlar oq traverten bo'ldi. Patologimiz ham oppoq high-tech stilda qilib berganmiz. Darvozani narxi qiziq bo'lishi mumkin kimlargadir. Mana shu ikkita darvoza $2000 dan $4000 atrofida bo'libdi. Oz-moz aqabaqa narigerisi bor. Juda ham chiroyli chiqibdi, ko'z tegmasin. Buyurib nasib qilsin. Ichkarilarni ham hozir olaman. Ko'rasizlar. Bu joyga 420 kvadrat atrofida tunka ishlatganmiz. Mana tepalariga Alloh Muhammad degan yozuvlar bilan juda ham chiroyli chiqibdi darvozamiz. Mana shu qoz bo'ldim, bunaqasini ko'rmagandim chiqadi. Bu joy uzunligi polni boshdan oxirigacha 40 metr uzunligida. Endi ichkari tomonimizni ko'rsataman. Qani bismillah. Joyini high-tech stilda qilib berganmiz. O'rtalarga nerjaveyka, chekkalarga alkafonna, rover gullardan kombinatsiya qilganmiz. Alkafon stilda qilib juda ham chiroyli qilib berganmiz. Devorlar mana traverten bo'libdi. Qo'qonlik ustalar qilishibdi. Traverten juda ham chiroyli chiqibdi. Uy ichkari tomoni mana. Hovlimiz zinalari ham bo'pti, mana perila. Nerjiya haykali zinalardan qilishibdi, o'zgacha chiqibdi bu ham. Bu yoq tomon mana molxonaning oldini ham tunka qilib berganmiz. Bu joyda mana yana bitta darvoza xona bor. Ko'rib baho berib qo'yasizlar. Kimga shunaqa tunkafon xizmatlari kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.